Amerikaning Google kompaniyasi klassik kompyuterlarga nisbatan kritik chegaradan oshib ketadigan tezlikda hisoblashga qodir bo'lgan Willow kvant chipini ishlab chiqdi. Willow kuchining birinchi namoyishida tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, u dunyodagi eng katta superkompyuterga 10 sentillion yil kerak bo'ladigan vazifani 5 daqiqada bajara oladi, deyiladi Nature jurnalida chop etilgan maqolada. Kvant chipi xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi va klassik superkompyuterlarning imkoniyatlaridan tashqarida bo'lgan hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Maqolaga ko'ra, Willowning ishi chindan ham ajoyib texnologik yutuqni namoyish etadi va kvant hisoblash poygasidagi eng so'nggi salvo hisoblanadi. Kelajakda kvant kompyuterlari zamonaviy fanning turli sohalarida, masalan, yangi dori vositalarini ishlab chiqish va energiya muammolariga samarali yechimlar kabi hisoblash jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda. Mutaxassislar Willow hozirda asosan eksperimental qurilma ekanligini ta'kidlaydilar. Kvant kompyuterlarini real dunyodagi muammolarga qo'llash ancha vaqt va investitsiyalarni talab qiladi.